Senga hech tushunmayman-da. Nimaga? Chiroylisan, yoshsan. Orqangdan qancha yigitlar yuradi. Uni ustiga puling ko'p. Nima qilasan shu Alini? Uni puling ham bo'lmasa. Bilasanmi? Pulga hamma narsani sotib olsa bo'ladi. Ishni, mashinani, hatto dugonani ham. Lekin sevgi va mehrni sotib olib bo'lmaydi. Tushundim. Bo'pti, asabiylashma. Muhammadali, Eshitaman. 8-stolga срочно maktub. Okey. Xullas, senga erishish uchun shu studiyani sotib ol. Yo'q-e. To'g'risi kutmagandim lekin. Iye, o'zlari-yu. Ali? Esingdami yetardi? Hamma o'z o'rnini bilish kerak edi. Shahzod, Nima Shahzod? Mana o'z o'rnini topibdi. Shahzod unaqa demang. Bo'ldi. Stop. Menga qo'yishing shart emas. Bor, ketur. Bor. Jonim, nima solib bering? Mana bundan yeysan. Bo'ladi? Hozir. Nima qilganing bu Ali? Hey! Bo'ldi indamang Shahzod. To'xta! Mana desangiz, iltimos indamang. Ol qo'lingni вообще. Bu nima qilganing kallang ishlaydimi? Mijozga ham shunaqa muomala qilasanmi, ha? Qayerga? Ishingga. To'xta, ey! Shahzod, yuzlaringizni artib oling. Bekor unaqa dedi, shunaqa demasligingiz kerak edi. Tushunmadim, uni tarafini olyapsanmi? Tarafini olganim yo'q. Bo'ldi. Menga qara, men seni mana shu o'yinlaringdan charchadim. To'ydim, yo meni, yo uni tanla. Sen meni sevgim, g'ururim bilan o'ynashyapsan, charchadim. Ey! Ali. To'xta. Sen nega o'zingni bunchalik qiynayapsan? Senga nima? Meni tinch qo'y. Istasang, o'zim senga yordam beraman. Ish ham topamiz. Pul ham beraman. Ha. Evaziga nima qilishim kerak? Seni sevishim kerakmi? Qo'g'irchog'ing bo'laymi? Saniya, anu boyvachcha oliftada farqing yo'q. Rahmat, men uni aqla olmayman. Undan o'ch olishni xohlaysanmi?